6 oktyabr soat 17:00 da ona qalbining cheksiz mehri, farzand sog'inchi va eng shirin tuyg'ular haqida latofatli Dildora Niyozova ijrosida yuraklarni erituvchi Ona nomli yangi audio premyera. Bolam omonmisan, sog'misan deya ko'rinmay ketding, bormisan deya o'zi dardi kamdek g'amimni yeya sog'inchlarda yashaydi onam. Bolam omonmisan, sog'misan deya ko'rinmay ketding, bormisan deya o'zi dardga kamdek g'amimni yeya sog'inchlarda yashaydi onam deya kuylangan bu samimiy qo'shiqni Rizanno va ilovasida tinglang.